So'nggi yillarda mamlakatimizda prezidentimiz tomonidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, biznes yuritish uchun shart-sharoit tubdan yaxshilandi. Mahalliy va xorijiy investorlar uchun keng imkoniyatlar yaratib berildi. Davlatimiz rahbarining puxta o'ylangan siyosiy iqtisodiy siyosati tufayli jozibador bozor, zarur resurslar, sifatli infratuzilma yaratildi. Davlat kafolatlari, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi, soliq imtiyozlari, qulay investitsiya muhiti Qashqadaryo viloyatida ham yangi loyihalar uchun keng yo'l ochdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada erkinlashtirish, qulay biznes muhitini yaratish borasida qonun ustuvorligi va huquqiy kafolatlarni mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar tufayli yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilyapti. Viloyatda hududiy investitsiya dasturlari doirasida sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalarini rivojlantirish bo'yicha 1 milliard dollarlik 602 ta loyiha ishga tushirildi. 2,6 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. 16.500 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, ishlarni loyihabay tashkil etish orqali qo'shimcha 7,6 million dollarlik 52 ta loyiha ishga tushirildi. Hududiy sanoat korxonalari tomonidan 7,5 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Shuning natijasida 521 million dollarlik mahsulotlar eksporti amalga oshirildi. Qashqadaryo viloyatida dunyoning 80 dan ortiq davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatilib, viloyatda 150 dan ortiq xorij kapitali asosida xorijiy va qo'shma korxonalar tashkil etilgan. Xususan, sanoat sohasida 90 dan ortiq, xizmat ko'rsatish sohasida 22 dan ortiq hamda qishloq xo'jalik sohasida 38 dan ortiq chet el kapitali ishtirokida korxonalar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, viloyatda sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish borasida olib borilayotgan tizimli ishlar natijasida eksport geografiyasini 50 dan ortiq davlatlarga kengaytirishga erishildi. Dunyoning yetakchi davlatlari Slovakiya, Iordaniya, Qatar hamda Kipr bozorlariga kirib bordik. Investitsiyalarni jalb etishda viloyatimizda yangicha yondashuv joriy etilib, asosiy e'tiborni xalqaro munosabatlarga qaratganmiz. Xususan, 2025-yil mobaynida oliy va yuqori darajadagi tashriflar doirasida Malayziya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Eron kabi davlatlarda bo'lib o'tgan xalqaro forumlar doirasida Qashqadaryo viloyati delegatsiyasi faol ishtirok etdi. Mazkur forumlarda xorijiy investorlarga Qashqadaryo salohiyati, imkoniyatlari, yer osti boyliklari, viloyatda joriy etilgan erkin sanoat zonalari uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda imtiyozlar to'g'risida taqdimotlar qilinib, ma'lumotlar berildi. Rossiya kompaniyasining to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyasi evaziga bunyod etilgan Qarshi shahridagi tikuvchilik korxonasining umumiy qiymati 20 million AQSh dollarini tashkil etadi. Zamonaviy texnologik uskunalar va tikuv dastgohlari bilan jihozlangan korxonada ayni paytda 500 dan ortiq xotin-qiz mehnat qilishmoqda. Yaqinda ushbu xorijiy korxona tomonidan qiymati 2 million 700 ming dollar bo'lgan 2 ta loyiha amalga oshirildi. Yaponiya va Xitoy davlatlaridan bichish va gul bosish jarayonlari uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan texnologiyalar olib kelindi va yana 100 ta ish o'rni yaratildi. 7 million 800 ming dollarlik tayyor mahsulot xorij davlatlariga eksport qilindi. Bundan tashqari Koson tumanidagi to'qimachilik korxonasida qiymati 29,5 million dollar bo'lgan matoni bo'yash, gul bosish va trikotaj matolar to'qish loyihalari amalga oshirildi. Buning uchun Italiya, Germaniya, Turkiya davlatlaridan zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Qarshi shahrida mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 11,3 million dollar bo'lgan un, yog' va qop ishlab chiqarish majmuasi ishga tushirilib, faoliyat boshladi. 3,5 gektar maydonni egallagan majmuaga Turkiya va Xitoy davlatlaridan zamonaviy energotejamkor uskunalar olib kelindi. Un ishlab chiqarish zavodida bir kunda 250 tonna bug'doy qayta ishlanib, 180 tonna yuqori sifatli un ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarish hajmi 31,135 ming tonnaga yetkazildi. Shundan 4 million 200 ming dollarlik mahsulot chetga eksport qilindi. Majmuaning yog' ishlab chiqarish zavodida bir kunda 175 tonna yuqori sifatli iste'mol yog'i ishlab chiqarilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqariladigan kungaboqar, soya va paxta yog'lari foydali xususiyatlarni saqlab qolgani bilan xaridorgir. Ayni kungacha 65 ming tonna iste'mol yog'i ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarish majmuasida jami 200 ta yangi ish o'rni yaratildi. Korxonaning asosiy maqsad ishlab chiqarish liniyalari Xitoy va Turkiya davlatidan
zamonaviy ilg'or texnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqariladi. Bugungi kunda korxonamiz 250 tonna yog' mahsulotini qayta ishlash quvvatiga ega. Korxonamizda asosiy paxta chigiti, soyadoni, kungaboqardan yog' ishlab chiqariladi. Bular bosqichma-bosqich presslash sexidan 70% yog' olamiz, ekstraksiya sexidan 30% yog' olinadi. Undan keyin shu raffinatsiya sexida yog'larimiz dezodratsiyadan hidlari olinib, aholiga sifatli va arzon mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mahsulotlarimiz Afg'oniston davlatiga, Tojikiston davlatiga eksport qilinadi. Yaqin kunlarda bu yerda loyiha qiymati 4,5 million dollarlik polietilen qop ishlab chiqarish zavodi ishga tushiriladi. Hindiston davlatidan zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Zavodda yiliga 5 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarilib, ichki bozordan tashqari chetga ham eksportga yo'naltiriladi. Ushbu korxona ishga tushishi bilan yana 350 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Shuningdek, Qarshi shahridagi Buyuk-To'ron kichik sanoat zonasida madanli suv ishlab chiqarish loyihasi ishga tushdi. Loyiha qiymati 10 million dollar bo'lgan korxonada bugungi kunda minerallarga boy, ekologik toza, tabiiy gazsiz va gazlangan ichimlik suvlari ishlab chiqarilib, ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Ushbu madanli suv Ko'kdala tumanidagi 240 metr chuqurlikdagi tabiiy buloqlardan olinib, bu yerda 5 bosqichli filtratsiya va ultrafiolet tozalash jarayonlaridan o'tadi. Suvning tabiiy mineral tarkibi saqlab qolinadi. To make sure that we follow all the local and Biz jamoamiz bilan birga mahalliy bozorga eng yuqori sifatli madanli suv yetkazib berish uchun astoydil harakat qilyapmiz. Allaqachon O'zbekistondagi eng nufuzli kompaniyalar bilan hamkorlik qilishni boshladik. Yaqin kunlarda shisha idishlarda suv qadoqlanadigan ikkinchi yirik loyihamizni amalga oshiramiz. Ishlab chiqarish jarayonlarida gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilinadi. Suvni tozalash va filtrlash ishlari sinchkovlik bilan amalga oshiriladi. Maqsadimiz nafaqat O'zbekistonga, balki qo'shni mamlakatlarga ham eng xavfsiz, ekologik toza, ishonchli ichimlik suvini yetkazib berishdir. Loyihani amalga oshirish va faoliyatimizni rivojlantirishda bojxona xodimlari yaqindan ko'mak ko'rsatib, yengilliklar yaratib beryapti. Faqat moliyaviy emas, balki huquqiy masalalar ham muammosiz hal etilyapti. Korxona ishga tushishi bilan 40 nafar doimiy ish o'rni yaratildi. Endilikda ishlab chiqarish hajmini 3 barobarga oshirish, shisha idishlarda suv ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mahsulotlarni eksportga yo'naltirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Kitob tumanida ham loyiha qiymati 3,5 million dollar bo'lgan un va omoqda yem ishlab chiqarish korxonasi ishga tushirildi. Bu yerga Turkiya davlatidan zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Zavod bir oyda 3600 tonna bug'doyni qayta ishlash quvvatiga ega. Faoliyatimizni boshlaganimizga 1 oy bo'ldi. Shu 1 oy ichida 500 ming dollarlik eksport qildik. Mahsulotlarimiz juda ham yuqori standartlarga javob beradi. Biz bu yerda oliy navli va birinchi navli unlarni ishlab chiqaryapmiz. Texnologiyalarimiz energiya tejamkor, barcha xavfsizlik darajalariga javob beradigan, bundan tashqari havoni ifloslantirmaydigan uskunalar bilan jihozlangan. Ishlab chiqarish hajmini yanada oshirmoqchimiz. Hozirgi kunda 3600 tonna bug'doy qayta ishlayotgan bo'lsak, yaqin orada 4000 tonnadan oshiq bug'doy qayta ishlab chiqmoqchimiz. Korxonada ishlab chiqarilayotgan yuqori sifatli un mahsulotlari ichki va tashqi bozorga yetkazib berilyapti. Qisqa muddatda 500 ming dollarlik mahsulot Afg'oniston davlatiga eksport qilindi. Bundan tashqari oyiga 700 tonnadan ortiq omoqda yem ichki bozorga chiqarilmoqda. Korxona ishga tushishi bilan 50 ta yangi ish o'rni yaratildi. Kitob tumani mahalliy xom ashyo resurslarga boy hudud. Ayniqsa tog' va tog' oldi hududlarida qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish uchun yetarlicha zaxira mavjud. Prezidentimizning mahalliy xom ashyodan samarali foydalanish bo'yicha bergan topshiriqlarga asosan bugun hududda sanoat zonalari tashkil etilib, qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Yaqinda Makret tog'lari etagida yangi erkin iqtisodiy zonasi tashkil etildi. 32 gektar maydonni egallagan iqtisodiy zonaga 16 ta loyiha joylashtirildi. Ayni paytda ularning 5 tasi ishga tushirildi. Tumanimizning asosiy driverlaridan biri qurilish materiallari hisoblanadi. Kichik sanoat zonalarimizga asosan qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda. Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmaniston davlatlariga eksport qilinmoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonasi tashkil qilingan. Bu yerda 15 xil turdagi qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda. Travertin, mikrokalsit, shpakilovka, emulsiya va boshqa turdagi quruq qurilish qorishmalari ishlab chiqariladi. Tumanimizda shuningdek yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar sanoat zonasi tashkil qilingan. Bu yerda 10 dan ziyod tadbirkorlar ishlab chiqarishni amalga oshirishgan. 200 ga yaqin ish o'rinlari yaratilgan. Yoshlar sanoat zonasida bugungi kunga yiliga 40 mingdan ziyod tonna
qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda. Ushbu ishlab chiqarilgan qurilish materiallari ichki bozor va tashqi bozorni ta'minlab kelmoqda. Makret hududidan yana bitta sanoat zonasini tashkil qilyapmiz. Hozirda biz hamma infrastruktura, hamma loyiha smetalarini ishlab chiqdik. 29 ta lotlarga ajratdik. Ushbu 29 ta lotlar auksionga chiqarilib, tadbirkorlar tomonidan sotib olinadi. Bu yerda zamonaviy turdagi qurilish materiallari, oziq-ovqat, nooziq-ovqat va boshqa turdagi loyihalar amalga oshiriladi. Bu yerda faoliyat boshlagan qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasida ayni paytda 15 turdagi qurilish mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. 1 gektar maydonni egallagan loyihaning qiymati 2 million 300 ming dollar bo'lib, yillik quvvati 75 ming tonnani tashkil etadi. Buning uchun Xitoy davlatidan zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Makret tog'laridan marmar tosh qazib olinib, korxonada qayta ishlanyapti. 4 oy ichida 10 ming tonna lak bo'yoq mahsulotlari va qurilish qorishmalari ishlab chiqarildi. Ayni paytda milliy brendi asosida mahsulotlar Tojikistonga eksport qilinmoqda. Korxona ishga tushishi bilan 26 ta yangi ish o'rni yaratildi. Erkin iqtisodiy zonada tadbirkorlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Yo'l, elektr energiya, suv ta'minoti yaxshilab berildi. Temirchi qishlog'idagi kichik sanoat zonasi ham tog' hududida joylashgan bo'lib, 20 gektar maydonni egallagan. Bu yerda 20 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat olib boryapti. Tog' etagida joylashgan sanoat zonasida tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoit va imkoniyat bor. Xom ashyo shu yerning o'zida, xarajat talab qilinmaydi. Tadbirkorlik subyektlarida marmar tosh, mikrokalsit, marmar ushoqlari, dekorativ toshlar, qurilish qorishmalari ishlab chiqarilyapti. Tadbirkor Iskandar Abdurahimov sanoat zonasidan 18 sotix joy olib, mikrokalsit mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. 1 yilda 12 ming tonna qurilish mahsuloti ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ichki bozordan tashqari Tojikiston davlatiga eksport qilyapti. Joriy yilda 3 ming tonna 176 ming dollarlik mikrokalsit mahsulotini eksport qilishga erishdi. Tumanda ana shunday 5 ta kichik sanoat zonasi faoliyat olib boradi. Tuman markazida joylashgan sanoat zonasida tadbirkor Shuhrat Ergashev loyiha qiymati 2 milliard so'm bo'lgan quruq qurilish qorishmalari va lak bo'yoq mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Zamonaviy, energotejamkor, atrof muhitga zararsiz bo'lgan Xitoy texnologiyasi asosida sifatli mahsulotlar tayyorlanib, ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Ushbu sanoat zonasida 10 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari turli yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Tikuvchilik, mebelchilik, qandolatchilik, turli pishiriqlar tayyorlash loyihalari amalga oshirilib, 100 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Yulduz Uzoqova ushbu sanoat zonasidan 15 sotix yer olib, pishiriq ishlab chiqarish sexini ishga tushirdi va undan ortiq yangi ish o'rinlari yaratdi. Ayni paytda pazanda ayollar tomonidan tayyorlangan mahsulotlarning bozori chaqqon. Men shu paytgacha dilerlik bilan shug'ullanganman. Avval tayyor sexlardan tayyor mahsulotlarni olib kelib, o'zimizni ichki bozorlarga tarqatganman. Mana shu pishiriqlarga talab ko'pligi uchun keyinchalik men o'zimni qiziqishim uyg'onib, shu narsalarni o'zim ishlab chiqarishni maqsad qilgan edim. Kichik sanoat zonadan menga shu joyda ajratib berishdi. Men shu o'zimni faoliyatimni yuritib, hozir men shu pishiriq mahsulotlarini o'zim ishlab chiqaryapman. Pishiriqlarimga talab yaxshi, bozorga yaxshi kirdi. Niyatlarim katta. Yana ham ko'proq ishchi o'rinlar yaratib, hozir 10 ta ishchi o'rin yaratgan bo'lsam, yildan yilga ko'paytirib 30 taga qilib, bu pishiriq mahsulotlarimni turini ko'paytirib, aholiga shirin va sifatli mahsulotlar yetkazib bermoqchimiz. Prezident rahbarligida farovon O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi sa'y-harakatlar natijasini bugun har bir sohada, markazlardan tortib chekka hududlarda ham guvohi bo'lish mumkin. Erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi, qator imtiyoz va imkoniyatlar, qulay investitsiyaviy muhit ishbilarmonlikka undayapti. Yangi samarali loyihalar uchun zamin yaratyapti. Investitsiyalarni faol jalb qilish, mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish orqali iqtisodiyotimiz rivojlanyapti. Yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Shahar va qishloqlarimiz yanada obod bo'lyapti. Farovonlik ta'minlanyapti. Odamlarni yangi hayotga o'rgatgan, ishbilarmonlik muhitini shakllantirgan, jadal rivojlantirish uchun yo'l boshlagan ortga qaytmas islohotlar yanada yuqorilab, jadallik bilan davom etacak.